Respublikamizda yildan yilga aholi salomatligini muhofaza qilish, tez tibbiy yordam xizmati sifatini yanada oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda xodimlarning salomatligi ham muhim. Shu bois bu yil birinchi marta Respublika tez tibbiy yordam markazi tashabbusi bilan Xorazm viloyatida sohada faoliyat yuritayotgan tibbiyot xodimlari uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Mazkur tashabbus doirasida Gurlan tumanidan boshlangan mazkur ishlar barcha shahar va tumanlarda davom ettirilishi rejalashtirilgan. Tez tibbiy yordam xizmati inson hayoti bilan bevosita bog'liq bo'lgan, yuqori mas'uliyat va doimiy tayyorgarlikni talab etadigan soha. Ushbu tizimda faoliyat yuritayotgan xodimlarning salomatligi aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati bilan chambarchas bog'liq. Shu maqsadda Respublika tez tibbiy yordam markazi tomonidan Xorazmda birinchi bor xodimlarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari boshlandi. Gurlan tumani tez tibbiy yordam stansiyasi xodimlari chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Bugungi kunda Gurlan tumani tez tibbiy yordam stansiyasida 11 ta brigada faoliyat yuritmoqda. 160 dan ortiq tibbiyot xodimlari bor. Tashkil etilgan tibbiy ko'rik davomida barcha xodimlar mutaxassis ko'rigidan o'tkazildi. Zarur tavsiyalar berildi. Malakali tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida bizlarda hozir Gurlan tuman stansiyamizda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazilmoqda. Buning asosiy maqsadi shu xodimlarimizning sog'lig'i va aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida bu markazimiz tomonidan bepul amalga oshirilmoqda. Xodimlarimizga bo'lgan e'tibor kuchaymoqda. Bundan biz xursandmiz. Bizlarning tez tibbiy yordam sohasidagi o'zgarishlarda moddiy texnik bazalarimiz yangilandi. Xodimlar 7 yo'nalish bo'yicha, ya'ni okulist, lor, psixiatr, nevropatolog, kardiolog, terapevt va travmatolog shifokorlar ko'rigidan o'tkazildi. Har bir mutaxassis o'z yo'nalishi doirasida xodimlarning sog'ligini chuqur o'rganib, tegishli xulosalar berdi. Bundan asosiy maqsad hozirgi kunda xodimlarimizga sog'ligini katta e'tibor qaratilib turibdi. Xodimlar sog'lom bo'lsa, aholimiz ham tez tibbiy yordam ko'rsatadilar va sifatli xizmat ko'rsatadilar. Tez tibbiy yordamdagi yangiliklarimiz 103 qisqa raqamini chaqiruv qilaradilar. Hozirgi kunda esa qo'shimcha ravishda 112 qisqa raqam tashkillashtirildi. Bu yerda nafaqat 103, balki bu yerda ichki ishlarga ham yong'inga qarshi kurash bo'limina va qolaversa 103 tez tibbiy yordamini ham chaqiruv qabul qilsalar bo'ladi shu yerda. Agarda shu 103 qisqa raqamida biror bir texnik nosozlik bo'ladigan bo'lsa, eslatib o'tamiz, qo'shimcha ravishda qisqa raqamli 112 tashkillashtirildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tez tibbiy yordam xodimlarining salomatligini mustahkamlash bilan birga aholi uchun ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Sog'lom xodim tezkor va samarali yordam ko'rsata oladi.